Assalomu alaykum aziz O'sh yurtini birodarlari. Men shu ko'chada Alisher Navoiy ko'chasida yashaganimga 50 yil bo'ldi. Yoshim 75 ga kirdi. Men shu yerda yashaganimga 4 ta pokoleniya o'tdik. 4-pokoleniyada yashayapman. Boshqa yerdan kelganim yo'q. Hamma dokumentlarimiz hamma yo'g'imiz joyida. 2010-yil uyimiz kuyib ketganda UNESCOdan, ONUdan, hamma yerdan vakillar kelib bizga shu uylarni solib bergan. Solayotganda qo'limizga mana shunaqa qizil kitoblar bergan. Dokumentlarimiz davlat tarafidan berilgan. Bu berilgan dokumentlarimiz hozirgi mahalga kelib hisobga kirilmayapti. Sababini biz bilmayapmiz. Lekin yaqinda yangi merga nima deb murojaat qilishni ham bilmayapman. Sababi biz bilan tanishgan yo'q. Men mer bo'lib o shahriga keldim deb ati jonida bir og'iz so'z aytgan yo'q. Ro'zadan oldin kelib, "Ma uylaringlar hammasi buziladi, sinos" deb yozib ketdi. Biz borib tushuncha olaylik deb borsak, mayli bir oyga turib tursin dedi. Bir oy turib turgandan keyin qaytib kelib bizga tushuntirib, sizlar bilan manaqa bo'ladi, uylar buziladi, manaqa bo'ladi degan hech qanaqa so'zsiz kelib bir kun ichida talqilab ketdi. Endi nima qilishni bilmasdan qarab o'tiribmiz. Shuncha yil yashab, avloddan o'tib keldi. Bu ko'chaning nomi birinchi men mashiga 72-yil kelin bo'lib kelganimda bu ko'chaning nomi Aravanskiy, 2-Aravanskiy degan nomga ega bo'lgan. Bunda faqatgina eshik aravalar o'tadigan kichkina yo'l bo'lgan. Shundan davlat sekin-sekin bizdan olib ikkinchi marta Telman degan ko'cha berilgan. Telman degan nomda olgan. Undan keyin yana uylarimizdan ko'chaga berib kelib Alisher Navoiy degan nomda oldik. Mana Alisher Navoiy degan nomda olganimizga ham 2098-yil berilgan shu ko'chaning nomi. Shungacha biz boshqa yerdan kelganimiz yo'q. Avlod shu yerda yashab o'tdik. Bizdan keyingi avlodlarimiz ham shu yerda biz misol tog'da atrofiga o'zimizcha hozirda merdi gapi bo'yicha biz o'zimizcha kelib o'tirganimiz yo'q. Avlodimizdan o'tib kelyapmiz. Hamma yo'g'imiz zakoniy davlat tarafidan uylarimiz buzilganda Olmasbek Atambayev kelib, mer ash vaqtida Olmasbek Atambayev bo'lgan, elni cho'g'iltirib, hammadan konsultatsiya olib, maslahat olib, hammani fikrini bilib, sizlarga biz davlat yordam bera olmaymiz. Faqatgina chet mamlakatlar sizlarga uy solib beradi degan. Uy solib bergan. Qirg'iziston bizga shunday 50 mingdan pul bergan. Undan keyin Olmasbek Atambayev direksiya tarafidan uy qurilganda, uylarimiz bitmay qolganda 200 mingdan kredit bergan. Bu kreditni olib 2018-yilgacha 5% to'lab keldik. To'lab endi ba'zi mana surishtirsa, hozirgi mahalda ham to'lamagan odamlar juda ko'p. Hozir ham shu kreditlarni to'laganlar bor. Uylarimiz yaxshi oxirigacha bitib chiroyli bo'lgan yo'q edi. Endi shu kreditlarni to'lab 5-6 yildan beri normal yashab tursak, shunaqa gaplar bo'ldi. Endi biz o'rtoq merdi ati jonida hech qanaqa biz mahallada atini ham bilmaymiz, kimligini ham bilmaymiz. Men merman deb kelib shunaqa qilib ketdi. Endi kirib ellarni to'plab bir eldan bir o'z fikrini bilsa juda yaxshi bo'lardi degan o'yin bor edi. Lekin bunaqa bo'lmadi. Keldida hammaga ekskavator keldida hammani tumshug'ini urib ketdi. Endi bu qanday deb tushunsa bo'ladi? Bizni qanday desa bo'ladi? Bizga hozirgi mahalda o'rtoq merdi gapiga, so'ziga men hech qachon qarshi emasman. Mayli, o shahrimiz gullasin, yashnasin. Biz ham chiroyli gullab yashnab turgan shaharda o'rtasida yashashni rosa yaxshi ko'ramiz. Yashasin, chiroyli bo'lsin, lekin qarshi emasmiz. Lekin yana bitta
gap bor bunda, endi yashnab chiroyli bo'lishdan eldan ham jicha rozilikni olsa yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Keyin har xil nimalar bo'yicha, gaplar, so'zlar bo'yicha biz o'zimizcha kelib o'tirib olganimiz yo'q bu yerga. Ota bobolarimiz, meni misol 4-pokoleniyada turibman hozir. Mana shu 72-yil kelin bo'lib kelgan bo'lsam, yoshim 75 ga kirdi. Mana shu 50 yildan oshiq shu yerda yashadim. Endi bizga kompensatsiya yer beramiz deb va'da qilgan edi. Biz o'ylabmizki, bir oy ro'za to'xtab tursak, mer kelib, vakillari kelib, sizlarga haloyiqmadan kompensatsiya beramiz yoki sizni moncha uyingiz ketibdi, sizga uy beramiz yo dom beramiz deb bizga bir og'iz aytmadi ham, hech narsa bo'lmadi. Endi bizda hech qanaqa mana uylarimiz buzishga ruxsat ham yo'q-da. Hech qanaqa meriya tarafdan uying buzilsin deb bitta prepisaniya berish kerak yo birorta gap aytish kerak. Unaqa yo'q. Sirazi keldida buzib ketdi. Kompensatsiya to'g'risida gap yo'q. Uy berish to'g'risida gap yo'q. Biz nima qilish kerak? Men hayronman, nima qilish kerak? Mayli biz qarshi emasmiz. Uylarimizdan olsin. Mayli o'zimiz beramiz, rozimiz. Lekin bizni ham kompensatsiya bersin. Uylarda kelinlar bor, nevaralar bor, qizlar bor. Shularda bir yerga biz ham joylashimiz kerakmi? Yoki joylamasdan ko'chada qolishimiz kerakmi? Shunga bizga yordam bersin, tushuntirsin, uqtirsin, yordam bersin. Balkim biz yordamiga muhtojmiz uni. Aytsin, mana kompensatsiya berdim sizga. Endi bo'shating desa, biz balkim o'zimiz bo'shatib chiqib ketarmiz. Balkim bizni bola chaqamiz bilan bitta yerga olib kirib joylasa, biz o'zimiz beraveramiz. Mana joylab qo'ydi bizni. Merda gapiga qarshi emasmiz. Meni Qirg'izstonim, mana shu O'sh shahrim 50 yil, 60 yil yashagan bo'lsam, gullab yashasam, men unga hech ham qarshi emasman. Rosa roziman. Chiroyli bo'lib tursa roziman. Juda ham. Men shu Alisher Navoiy ko'chasini bitta men ham grajdanman. Yoshim 65 da, ismim Yorqinbek Mirboboyevman. Men bu yerga kelishdan maqsad, bu press konferensiyamiz berishdan maqsadimiz shuki, shu ba'zi bir kamchiliklarga, kelishmovchiliklarga bir nima to'xtam chiqarib olish uchun shu yerga majbur bo'ldik. Sababiki bizni ko'cha mana hammaga ma'lum, surushga tushgan ko'chalardan bittasi. Bizga yoqmayotgan narsa shuki, bizni albatta misol uchun mana Sadir Nurg'o'chevich, Qamchibek Qidirsayevlarning siyosatini qolaversa, mashmol yerda olib borayotgan siyosatiga qarshilik, hech qanday qarshilik yerimiz yo'q. Biz ham ularga kerak bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordamimiz beraylik deyapmiz. Lekin eng asosiy bizning problemamiz shu ko'chada yashayotganlar uyimizni agar oladigan bo'lsa, shu kompensatsiyasini oldin berib, beradigan chekini berib turib, keyin qilsa mayli biz bo'shatib berishga rozi bo'lyapmiz. Hozir shunaqa provokatsiyalar ketyapti ekanki, как будто biz chiqib olganmiz bu ko'chaga. Krasniyga chiqib olganmiz. 16-yili Krasniy liniyada bizning uylarimiz ustidan tortilgan Krasniy liniya bu. Bizning ota-bobolarimiz minimum 200 yildan beri bu ko'chada, bu mahallada yashab kelayotganlar. Mana bu opamiz aytmoqchi, mana yangi yo'l tushgan paytda bizni eshiklar nariga, ayniqsa nariga tog' tomondagilar yo'lni bu betida darvozalari bo'lgan. Biz kerak bo'lsa mana shu yo'l tushayotganda uylarni bo'shatib berib turib, asha yana nariyoqqa jilib turib yo'l ochishga rozi bo'lganmiz. Bundan keyin ham biz haqiqatda rozi bo'lamiz, lekin bizni bunaqa ko'chada qo'yib turib hech qanaqa bir kompensatsiyani oldindan bermay turib bunaqa qilishiga biz hechcha bir noroziliklarimizni bildiryapmiz. Biz misol uchun mana bu yangi merimizni Jengisbek To'xtorboyevning siyosatiga hech qarshiligimiz yo'q. Tem bo'le bu yuqoridan kelayotgan bo'lsa, biz mana prezidentimizni saylaganmiz, bundan keyin ham kerak bo'lsa saylaymiz. Lekin shunga qarab turib biz ham bu grajdanlik huquqimizni biz poymol qilmasdan qo'llab berishini shulardan o'tinib so'raymiz biz. Shuning uchun biz bu yerga to'plandik. Bu yerda hech qanaqa bir provokatsiya yo'q. Miting qilib bunt ko'tarish bizning maqsadimiz yo'q. Mana kecha sinov qilayotgan paytda ham qo'limizdan kelgancha yoshlarni bosib
emotsiyaga berilmaylik deb turib, qo'limizdan kelgancha ushadik, saqladik shularni. Endi faqat bitta narsa, biz gражданский huquqimizni biz to'g'rilab konstitutsiya bo'yicha, mana 62, 68, 66-bereni bo'yicha bizni huquqimizni qo'g'irlab turib, shuni saqlab berishini biz prezidentdan ham, Qamchiq Quddursayevdan ham, merimizdan ham so'ranamiz. Shu meni aytmoqchi bo'lgan yana eng asosiy narsa, mana hozir YouTube'larda, ommaviy SMI'larda ketyapti provokatsiyalar bo'lib, kommentariyada provokatsiyalar ketyapti. Shunga biz qarshimiz. Shu ikkita elni bir-biriga bir yomon ko'rsatish maqsadida qilayotgan shaxslar chiqib qolyapti. Biz mana shu qirg'iz eli bilan to umrimiz oxirigacha biz ota-bobolarimiz bilan yashab kelgan, biz ham yashaymiz, bizdan keyinlar ham yashaydi. Haqiqatda biz hozir mana o'zbekcha gapiryapman. Qirg'izchani biz maktabda biz o'qigan payt o'qitmagani uchun hozir afsusdamiz biz, to'g'ri. Lekin biz bola chaqalarimiz, nevaralarimiz hammasi qirg'izchani to'liq biladi. Lekin biz shuni o'rgana olmayapmiz. Ofitsialniy kurs qilish uchun biz yoshimiz o'tib qolibdi. Lekin Qirg'izistonning siyosatiga biz qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat bizni ham haq-huquqimizni Qirg'iziston hukumati qo'llaverishini so'raymiz. Shuni men so'ranib ketardim buyuklardan. Rohila Hamidova Navoiy ko'chasida tug'ilganman, 70-yilda tug'ilib o'sdim. Men 4-avlod farzandiman. Mendan oldin katabamni otalari, buvalari mana shu eshikda yashashgan. Bizdan bu ota meros, otam eshigi bu eshik. Hurmatli prezidentimiz Sadir Japarov, sizga bu informatsiyalar to'g'ri yetib boryaptimi yo yetib bormayaptimi? Biz bilmaymiz. Bizni qaq bosqinchilardek kelib uylarimizni talqalab ketishdi. Bu qonun hammaga birdek bo'lish kerak. Bu ish noto'g'ri bo'lsa kerak. Xalqni nomidan gapiryapman. Shuncha odamni yig'latib, shuncha odamni ko'chada qoldirib, bu ishlar hech nimaga to'g'ri keladigan ishlar bo'lmayapti. Sizdan iltimos, mana shu bizni ko'chamizni o'zingiz ko'rib berasizmi? Hurmatli merimiz, sizga ham tegishli, siz ham avval tanishib chiqib, keyin bir xulosaga kelsangiz yaxshi bo'lar edi. Hech kim bu ko'chada kelib qolmagan, hech kim bu Navoiy ko'chasi yangi binoga kelmagan. Bu Soyuz davridan beriki qolib kelgan ko'cha. 10-yilda mana uylarimiz o'rtanib ketdi. O'rniga davlat tomonidan yana ashunday qilib uylarni davlat o'zi solib berdi. Bunandaka planlar bor ekan, nima uchun ashi mahalda xalqni qiynamasdan uylarni jildirmagan. Hozirgi kunga kelganda mana bir komnatadan uyda qoldi, bir komnatasi yo'qlar ko'chada qoldi. Yomg'ir yog'yapti, tapchalarda yotishyapti sosedlarimiz. Bo'pti, mana shu tog'ni tagi kerak ekan davlatga olsin, faqat xalqni ko'chada qoldirmasin. Uy joy qilib bersin, uy joyga ko'chirib qo'ysin. Hech kimni nimaga qarshiligi yo'q, siyosatga hech kim qarshi chiqmaydi. Davlat shuni o'ziga ma'qul ko'ryaptimi? Mayli, qilsin, lekin xalqni yig'latib ko'chada qoldirib, yosh bolalarimiz bilan bu ahvolga qiynab solishini noto'g'ri deb bilamiz. Endi boshqa gapimiz ham yo'q. Shu prezidentlarimiz, merlarimiz, davlat boshqaruvchilari mana shu masalaga yaxshiroq e'tibor berib qarashingizni so'ranamiz. Kompensatsiya to'laymiz deb va'da berdi mer. Biz meriyaga manovi buzib ketgandan keyin chiqsak hech qanaqa aqcha yo'q deyishdi. Xohlasang yer beramiz dedi. Quruq yerni bergan bilan biz turpodi ichida yashamaymiz-ku. Aqcha bo'lmasa u yerga qanaqa qilib uy tikkalaymiz? Ashaqlarini nimaga ko'rib chiqmaydi? Shu masalalarni ko'rib chiqib, bizga kompensatsiyalarimizni berib, uylarimizni tikalab berishiga yordam berishini so'ranamiz. Qirg'iziston elim, prezidentimiz Sadir Nurg'o'jayev biz o'shanday bir tushunmay turgan narsaga qolib qoldik. Hurmatli merimiz bizga bir tushuntirish xat berib, bir
eli bilen gelip eli bilen bir çoğuluşup bir eli bilen süйлöşüp yok. Geldi ertemine sahurda gelip bardığını mına jeri buzulat dedi. Ertesi günü geldi, miler sınıs bolat dedi. Bu sınıs boluşun bundan daha razıyız. Biz Kırgızstanımızı önüküşüne, Kırgızstanımızı en jogorı dengелге çıkışka biz abdan da bir razıyız. Biz özübüz daha qanday bir jardam bola turgan bolsa bu jardamdарды biz berебiz. Bardığımız kılıp atkан işlerimiz Kırgızstanın önüküşübüzge biz razıyız. Ошо болуп аткан нерселерге Садыр Нуркожоев президентибизден bir суранычыбыз. Билип атабыз, бар жокта сынос кетип атат. Бирде биз эмес, bir элге келген той болду. Эми бардык жерди кылып атат. Эми биз силер анчалык тырышып атасыңар, ошо Навай көчө жаман тырышып атасыңар, мындай кылып атасыңар. Бардык эл өздөрү кылып эле кылып атат дейт. Бизде анчалык ошондой деңгээлде bir возможностубуз болгондо, bir кылып бере туруп bir акчабыз болгондо биз элге бу бунчалык bir урматтуу мэрге бунчалык тырышып, бузбайбыз, кылбайбыз дебейт элек. Биз ошончолук бизде анчалык возможностубуз жок, кыла турган bir возможностубуз жоклугунан биз чыгып, ошону хотя бы бизге bir нерсе кылбаса ham, хотя бы ошого кайра кире турган кылып туруп, бизге возможность берсе, бизге жерем бербесин айла. Бизге хотя бы кирип туруп, ошо возможность кылып, ошого кура турган жерибизге жараша компенсациябызды төлөсө, биз ошо бул Навай көчөнү абдан да bir жаннат кылып таштайбыз. Ошого бирге биз возможность бере турган болсо, бир келип туруп, мэрибиз өзүбүздөн bir кичине минени алып туруп, силер кандай, эмне силерге кандай бир компенсация тула деп атасыңар, кайсы жагыдан деп туруп бир сүйлөп келип атат. Бардык эле документальный эместе бул нерсе. Бир хотя бы соттон бир нерседен бир документ болот, анан келип туруп сурайт. Например, бир адам дом ала турган болсо, жерди домду алып атат, ал жерди ошо эгеси менен эсептешет да. Канча долларга сатасың, сатсаң биз алабыз, жер курабыз деп. Хутта ошондой эле бизге ham келип туруп, мына жерин алабыз, мынча жерин бизге бер. Сага мынча компенсация төлөйбүз. Компенсация төлөйбүз деп атат, эч кандай бир результаты жок да. Хорошо келип туруп бир нерсени бизге мына сага мынаны ал болду десе, биз сразу эле айтып аткандай эле сразу эле 4 күн 5 күндө эле бузуп коебуз. Бизде азыр буза тургандыгы возможностубуз ham жок, акчабыз ham жок. Ошонго бир урматтуу мэрибиз келип туруп бир адамды bir hatta bir nерсени bir мындай коюп берип, мына силер көңүлдү катыржам кылгыла деп туруп, кичине возможность берсе, биз ошол нерсени жакшынакай кылып беребиз. Biz bu yerga to'planishimizdan maqsad mana hozirgi opa, mana aka-ukalar bari gapirishib o'tib ketdi. Hammasi shu taqalib oxiri kelib taqalayotgan narsa finansga kelib taqalayapti, kompensatsiyaga. Endi mana bizni o'sha Alisher Navoiy ko'chasi 2010-yilda Sabita deb qo'ydik. Endi buni nomini o'sha paytda Sabita deyilgan, 3-kuchlar tomonidan yoqilib yuborgan uylar. Bularni mana shu Acted, Children degan kompaniyalar o'sha xalqimizga yordam qilib shu yerda bizga solib bergan. Endi bu to'g'rida solib berganlik to'g'rida hujjatlarimiz hammamizda bor. Keyingi maqsadimiz ana shu solingan uylar bitgandan keyin hammamizni qo'limizga mana bunday qizil kitoblarni bergan. Hammamizni qo'limizda qizil kitobimiz bor. Akt priyomkalar bor buning ichida. Hamma yo'q bor. Endi bizni hurmatli merimiz gapi bo'yicha hech qanaqa bizda dokument yo'q, qizil dokument shunaqa gaplar bo'lyapti ekan. Endi mana bitta ikkita xonadagilar bor debdi. Mana hammani qo'lida kitobi bor. Endi yana bir narsani men aytib ketmoqchiman. Ertaman bizda merimiz mana bu lamoxonani oldiga keldi. Kelganda men gapirdim ertalab. Meni gapirgan gapim shu bo'ldiki, chiroyli gapirib so'radim men. Faqat so'ranish bo'ldi bu odamdan. Hozir mana buzilyapti, yaxshi. Buzilgan yerdan qolgan yerga uy solsak bo'ladimi? Misol uylarda 4 ta 5 tadan kelinlari bor.
4-5 ta xo'jaliklar yashaydi. Shunga uy solsa bo'ladimi deb men so'roq berdim. Merimiz aytdiki, men aytdim keyin bu biz o'sha yerga dokument qilaylik deb arxitekturaga borsak, u yer UNESCOga kirgan deb, u yerga hech qanday dokument qilib bermaydi, qilib bermagan deb aytsak, mer aytdiki, u taraf tog' taraf polni buziladi, snosga kiradi dedi. Bu ko'cha dedi, ulug' bir katta Alisher Navoiyning nomiga qo'yilgan ko'cha. Bu ko'cha prospekt bo'ladi dedi. Endi men dedi, hozir zakaz qildim bu ustini aytadi. Mana men deymizmi, shuni zakaz qildim. Kelsa shuni tutgandan keyin qo'yamiz shu yerga dedi. Meni so'ragan gapim, hozirgi gapirgan gapim shu bo'ldi. Hozir endi hurmatli blogerlar buni qiyib qirqib boshqacha qilib chiqarib yuboribdi. Endi shunga nima deysizlar? Dokument yo'q dedi. Dokument yo'q deb. Meni bu yerda juda katta gunohga botirib qo'yapti, yolg'onchiga chiqarib qo'yapti. Hurmatli blogerlar, nima bo'lsa ham to'g'risini mana olyapsizlar. Mana shu Allohdan qo'rqinglar, mana shu baravar chiqaringlar. Qirqib, netib, hali kerakli yerda olib, keraksiz yer. Men bu yerda hech qanaqa yomon gap gapirganim yo'q. Faqat o'sha uy solish to'g'risida men so'radim xolos. Endi mana yana endi beri temaga qaytaylik. Endi mana buzyapti. Xo'p, mayli buzsin, kerak ekan olsin. Bunga odamlar hammasi ma'qulligini berdi. O'zi kelib bizning huquqlarimizni tepaladi. Hatto bola chaqalarimizga tashavvuz ham qildi ba'zi birlari. Buzma deb aldini chiqsa. Endi bu hech qaysi bir davlatda yo'qki, keliblar без предупреждения, без предписания chechim yo'qlar kelib buzib ketib insonlarga, odamlarga usherb keltirishga hech qanday hech kimning huquqi bo'lmasa kerak menimcha. Hech qaysi bir davlatda yo'q. Lekin bizga shunday qildi. Hozir mana juda ko'p odamlarni juda tomlarini ko'tarib yuborib boshqa qildi. Bu materialni usherni kim to'laydi? Kim to'laydi? Bu yerda juda katta usher bo'ldi. Odamlar psixologически уже kasal bo'ldi. Yelg'ab o'zi kasal bo'lib, davlendan sochib, saxirlar oshib yotibdi hozir ko'pchiligi. Hatto mahallamizda bir bolani uyda o'tirgan yerda turtvordi, boshiga g'isht tushib ketdi, qo'li sindi. Endi bunday qilish kerak emas. Agar buzadigan bo'lsa, xo'p, buzsin, kesin, ogohlantirsin, uydan chiqinglar, yo bo'lmasa biz mokini buzamiz deb aytish kerak edi. Hech narsadan hech narsa yo'q, keliblar buzib yuborsa, unda xalq ham norozi bo'lib qoladi-da. Xalq o'zi chiroyli gaplarni gapirdi. Mana opalarimiz, akalarimiz, ukalarimiz gapiryapti chiroyli gaplarni. Endi bizni maqsadimiz shu oxiri hamma narsaga kelib taqalayotgan narsa finans. Odamlarning qo'lida bori bor, yo'g'i bor. Endi hozir bitta narsani buzish uchun katta pul ketar ekan. Ustalarni olib kelib aytsak 50 ming, 60 ming deb gapirishyapti. Bitta devorni manaqa sesma qo'yib qirib berishdi 2,5 ming deyapti. Kimda bor, kimda yo'q. Uni hozir misol mana uyda mayaqa tortadigan bo'lsak, ona qo'shilib keladi. Buni qirqitmasangiz hozir bu yoqqa qo'shilib keladi. Endi o'shanga pulni qayerdan olamiz? Shuning uchun bizi maqsadimiz shu prezidentimiz bilan Tashrif og'amizga bizni so'zlarimiz yetib borsa, bizni xalqimizga, shu yerda yashagan turg'unlarning barchasiga bir yordam qilib, yordam qo'lini cho'zib, shu kompensatsiya masalasida yordam bersa, uy yo'qlarga uy masalasida, yer masalasida yordam bersa, shu bizni talabimizga loyiq bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. O'rtoq merda kechagi Qizilqishloq ayol hukumatida so'ragan so'zi bo'yicha biz yoqibi bizni ko'chada 3 tastela dokumenti bor ekan degan so'zingni haligi noto'g'ri informatsiya yetib qolgani uchun men hozir mana shuni qilaman. Mana kim borib ko'rsa, tekshirib ko'rsin. Qo'limizda go'sakt bor, proyekt bor, qurilishga ruxsat, priyomka, nima zakljucheniy arxitektura hamma yo'q borda bizda. Aslida butun merimiz bilib qo'ysa shuni deb nima qilyapti? Merga bu noto'g'ri informatsiya yetib qolibdi. Shuning uchun merimiz, hurmatli merimizdan so'raymiz. Shu kelib turib bir qator ko'rib, shuni to'g'ri qilib nima qilib yetkazsa, mana bunaqa dezinformatsiya ketmay qoladi. Yana bitta mening asosiy maqsadim qirg'iz, o'zbek inoq intiboqda yashashni xohlaymiz. Aslida mana bunaqa kommentariylarda bir-biri bilan informatsion vayna ketyapti-da. Shunga oldini olish uchun mesela mana o chinovniklar merimiz boshqacha taktika bilan men so'ranardim, boshqacha so'z bilan yetkazishini men so'ranib ketardim shu gaplarimni.
как будто biz hech qanaqa chiqib olganmiz, dokumentimiz yo'q. Bu osmondan tushganimiz yo'q-da. Shuni bilib qo'yishini men Qirg'iz elimizni, biz Qirg'iziston elimizni bizga to'g'ri tushunishini xohlaymiz. Biz hurmatlaymiz Qirg'iz elining urf-odatlarini. O'zimiz qanday nima qilsak tayyormiz, birga cho'g'ilishib, birga xizmat qilishib, birga yashashga tayyormiz. Faqat informatsiyalar, kommentariyalar juda xunuk ketyapti. Shuni oldini olishni men so'ralib ketaman. Hurmatli merimiz ham aytgan ekan, 2010dan keyin ular 7 metr, 8 metr yo'ldan chiqib olgan degan ekan-da. 7 metr, 8 metr emas. U 2010dan keyin eng minimalni 1,5 metr orqaga kirganmiz. 2010dan keyin 7 metr olib sirtqa chiqqan emasmiz-da. Hurmatli merimiz o'shonday deb bir kommentariy anaqasida ko'rdim. Ular 2010dan keyin 7 metr, 8 metr sirtqa chiqib olgan ekan, qizil chiziqqa chiqib olgan ekan degan. Biz mana bardik o'z dokumentlarimiz bor, o'sha hatta bir g'ish sirtqa chiqargan emas. Biz arxitektura dokument berib atganda ham bu baribir buziladi deb turib sirtqa chiqpag'la degan. Biz 7 metr, 8 metr sirtqa chiqqan emasmiz. Qanday bo'lsa, naborot 1,5 metr ichkariga kirganmiz, bir sirtqa chiqib qurgan emasmiz. Hurmatli merimiz kelib bo'lsa bir dokumentlarimizni tekshirib bir ko'rib turgan bo'lsa, sirtqa chiqqan bo'lsak, biz хорошо, biz rozimiz. Qanday bo'lsa biz rozimiz. Biz o'zimiz qo'limiz ko'taramiz. Abdanda biz rozimiz. Biz hech qanday chiqqan yerimiz yo'q, hech qanday qizil chiziqqa chiqqanimiz yo'q. Bu narsa bo'lgan ekan, yaqinda ele bo'lib tur, 2016dan keyin bo'lib turdi bu narsa. 2016dan keyin bo'lib tur, 2016dan keyin qo'yilgan narsaga o'sha ne deydi, fotoseksiya o'shandaydan olingan ekan bu narsa. O'shanda biz что biz bu joqni narqi joq ileshib qolibdi. Biz ma'qulmiz dedik, хорошо, mayli, biz o'sha qancha yer kerak elga, biz Qirg'izistonimiz o'nikish uchun, bizdan keyingi baldarimiz ham bir boshqacha bir Yevropa qilib turib qilsa biz rozimiz. Biz ko'p shaharlardan ko'ra orqada qolib ketganmiz. Mana hurmatli prezidentimiz Sadir Nurg'o'joyevga abdanda rozimiz. Prezident bo'lganiga ham shukr. O'shoncha qilib ko'p narsalarda jangiliklar qilib qo'ydi. Prezidentimizga abdanda rozimiz. Qancha tashrifga ko'p narsalar buni haligi ellarda bir-biridan o'zbek, qirg'iz qilmay bir-biriga birimliklar qilayotganlarga biz abdanda rozimiz. Biz o'shonchalik quvonishdamiz. Biz o'sha yerimizni berganda ham quvonishdamiz. O'shaga bizga bir kompensatsiya to'lab berib, o'sha qilayotgan narsalarimizni обратно qayri o'zini o'rniga qo'yib olgan bir возможность bergilar, qilib bergilar. Biz o'shani so'ranamiz, boshqa biz hech narsa so'radirgan yerimiz yo'q. Inshaalloh Xudo buyursa, o'sha Navoiy ko'chani so'nin qilib, yaxshi qilib beramiz. Inshaalloh o'zimiz ham yordam beramiz. Söyley turgan so'zim bunday. Mana 2010-yilda dokumentlarni bizga berganda qizil chiziq deb o'sha murdagi nimasi bilan berganda hech qanaqa u yerda biz qizil chiziqda ichkariga kirgan emasmiz. Tashqariga chiqqan emasmiz-da. Endi bu yerda o'sha paytda Aktet, Children degan kompaniyalar solgan, shu paytda ular bizni bu yoqqa ichkariga kirishimizga ruxsat bergan emas. Uyni solinglar deb. O'rniga solasan, yerga chiqishimizga o'rniga solasan degan. Biz ichkariga o'zimiz ichkariga solaylik desak unamagan. Tashqi o'rniga solasan deb o'rniga soldirtirgan. Endi hozirgi vaqtga kelib qizil chiziqqa turib qolyapmiz. Bu qizil chiziq o'zi asli oldingi solingan uyni chekasidan bo'lgan. Biz shu qizil chiziqqa hozir bizni 16-yilda chiqqan gen plani bo'yicha bizni qizil chiziqqa kirgizib qo'yapti hozir. O'shuning uchun endi biz so'ranamiz, endi shu qizil chiziqni ham bir aniqroq qilib o'sha eski burun qilib bergan gen plan bo'yicha, o'sha arxitektorlarda nimasi bo'yicha qilingan uylar bu. Biz o'zimizcha solgan emasmiz. Eski betonlarning ustiga shu UNESCO qurasan dedi, o'shaga qurdik. Bizga ruxsat bergan emas. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz. Men bu yoqda Alisher Navoiyda jekemenchi ishchiman. Bu yoqda magazin ochganman. Alisher Navoiyda o'sha yerda yerni arendaga olib ishlataman. Bizga kelganda snos deb yozganda arxitekturadan keldi, nimadan kelib turmaga. Uka dedi, ikki jan başında dedi, istenen bar ekan, alib qo'ysin dedi. O'stirmani so'rasak, o'stirma turaveradi dedi. Zaman bab, bab deb qilindi dedi. Bukolar yazdır dedi, bukolar yazdırdık. Plakatlarda alıp taşla dedi, alıp taşladık. Geçen günün gelip durup 15 metre ölçötte 15 metre meni stenaga to'g'ri kelmedi.
15 minut sirtda qalib qoldi. Krasный liniyasi. Qalib qoldi ile shunda nariga qarab turib, da 1 metr qo'shib qo'yaver deb turib, stenama aynegim chekesini qizilni chizdi-da, krishani o'stirmani bir reklama urib sindirdi. O akalar, men de dedim dokumentim var, reklamaga arxitekturadan rashini alganmın. Degunimcha ele talqalashdi. Barib turib arkasından at familiyanızı aytib qo'yasiz, üstünüzden prokuraturaga jazam desam, maga atчык qilib, kuch qo'ldanib, o'sha yerlarda turtib salg'idi, chekeye tartib, qiynab, militsiya xizmatkerlari qiynashni boshladi. Qo'rqitishni boshladi o'sha yerda. Keyin men to'sqinlik qildim, polni buzam dedi, do'konini dedi. Sen dokumentin yo'q, mizamsiz qurib olgansan dedi. Biz o'sha dokumentni de ko'rsatsak qarabadi, bu dokumentini götünü art deb turib o'shni tashladi. Bu yoqda dokument berganda video fiksatsiya, o'sha kelib suratga arxitektura suratga tartib ketgan magazinda. Bu yoqda X jambashi bor, bu yoqda o'stirmasi bor, zamonbop ekan deb rashiniya bergan bular bardig'i. Kvadratigacha yozib, agar davlatga kerak bo'lib qola turgan bo'lsa, ichkariga kirib berasizlar deganda biz o'sha yerda ma'qul bo'lganmiz. Hozirgi chizgan liniyasidan daha 70 cm biz ichkarida turamiz. Magazinimiz. Kelib turib biz hozir qashtagan qilgan reklamalarimizni bekardan ele prinsipga talqaladi. O'sha kerakli yerlarga qayriladi. O'sha mizamsiz buzgan uchun ish qo'zg'ab kerakli nimalarni o'tishni so'ratdi. Özlerim. Benim adım Yıldaş Fazıl. Şu Alisher Navoiy ko'chasida yashayman. 30 yıldan beri o'sha eksotik eshikda yashayman. 2010-yılı Sabitadan keyin chek beriladi degan chek berilmadi. Ikki xo'jalik biz hozir. Balam 3 balasimdan men ayolim bilan. Shuni hozir 1 sotiga qolib o'tadi, ikki xo'jalikka. Qo'limda mana shu qizil kitobim bor. O'shani jarmini ketib kesib buzib tashladik. Sanim yo'qda, bir pristroyka, oshxona, tualetga ham yer qolib aytadi. Endi men qayoqqa borib kimga murojaat qilishni bilmayman hozir. Arxitekturaga borsam, ular ham snoska tushdi, biz kompensatsiya beramiz deb usni so'ylab qo'yotadi, bir predpisaniya bir nimasi yo'q. Bir to'xtam qilib bersa bo'ladlar. Hozir keliblar buzib talqalab soldi, barda o'zimiz buzib o'tamiz. O'sha kompensatsiya joyida men so'ratalam, bir 5 mingni bersa, barda hech kim jalb qilmayapti-da, bunchalik nima bo'lyapti. Barda odam to'liq kompensatsiyaga qarab qoldi hozir. Hech kimda bir aqcha hozir oshib tashib ketgan yo'q. Biz ham o'sha shopirlik qilib kursaqni to'g'izib yuramiz-da. Endi hozir stroyka qilganda ham aqchamiz yo'q. Qanday hozir kimga borib murojaat qilasiz? Hurmatli prezidentdan so'ranatilarga shuni to'g'ri chechim chiqarib bizga nima qilib qo'ysa. Ko'p gaplar aytib o'tishdi. Men gapga qo'shilmagan holda biz ham mana prezidentimiz Sadirbek Nuriyevaga murojaat qilamiz. Mana 10 yildan keyin, Sabitadan keyin har ishlar bo'lib o'tdi. Uylar qurilib berdi. Ash mahalla qurilishdan oldin Gosregistr, arxitektura qo'limizga mana shunday dokumentlar berib, mana shundan keyin qurishni boshlagan. Yana mana shu Alisher Navoiy 168 turg'uniman. Meni uyim 3 sotik. Uyda 3 xo'jalik yashaymiz. Men, o'g'lim, 2 o'g'lim bor. Endi bular ko'pchilikda gapirishdan maqsad kompensatsiya kelib taqalyapti. Endi buzyapti, talqalayapti. Endi qo'limizda pul bor, yo'q. Shundan hammaga qo'shilgan holda shu kompensatsiyaga kelib taqalyapti. Shu kompensatsiya berishni so'raymiz. Biz mana meni uyim turgan joyim 3 sotik. Endi u yerdan ham olinyapti, bu yerdan ham olinyapti. Ko'chaga qolishga to'g'ri kelib qolyapti. Uylarga farzandim bor, uylash kerak, qayerga uylayman? Shundan ko'pchilik nomidan, Alisher Navoiy turg'unlar nomidan shu murojaat qilamiz prezidentimizga. Shuni qo'llab ko'rib bir o'zi qarab bersin. Rahmat. Bu Alisher Navoiy ko'chasining eng katta eshik 5 sotik, 4 sotik, 2 sotik, 1 sotik. Shunda yashab yurdik. Bir nima qilmasdan chiroyli yashayotdik. Endi bugun mer kelib, Shamshad ko'chasiga kelib, mo tog' tarafdagi hamma uylar buziladi, hammalar ketasizlar deb.
Xo'p, buzilar ekan. Nimaga o'zi kelib birma-bir uyimizni odamlarni to'plab, mana uyga yana hozir mana ashyerlarda jijidan kamoglar qilib olib odamlar tirikchilik qilyapti. Tirikchiliklar mana 2 oy 3 oydan beri to'xtab turibdi. Hech kim ishlamasa, davlatda bir ish bo'lmasa, bir yugurib chiqib ko'chadan non olay desang 25 so'm, 30 so'm bo'lsa, kartoshka 70 so'm, 80 so'm bo'lsa, el hamma och bo'lib tursa, kelib o'zini talqinlab ketaversa qanday bo'ladi? Endi mana hozir bugun kelibdi, hozir eshitdik shuni. Alisher Navoiy Shamshat ko'chasiga kelib, Alisher Navoiy ko'chasiga tog' taraf hamma uy buziladi deb. Agar buzilsa, bizga nimaga eslatma berib aytmaydi? Qaytadan qil, hozir endi qaytadan qilish uchun kuch kerak, pul kerak, quvvat kerak. Jicha yerimizni kamok qilib bitirishlik qilamiz, desa buzilar ekan. Hamma yo'lda tayyor qilib bo'lganimizda yana buzilsa yana nima bo'ladi? Kim javob beradi? Kim bizga kompensatsiya beradi? Nima qilish kerak? Qanday bo'ladi? Nima qilish kerak? Kim javob beradi? Bizi misol hamma xalqni mana shunaqa to'polon qilishmasdan chiroyli qilib birinchi qorinni to'yg'azmaydimi? Bozorga borsa 1 kilo kartoshka 70 so'm, sabzi palon pul 60 so'm, piyoz 1 kilo un 70 so'm, bir qop un 3000 so'm, 1 kilo yog' 6000 7000 bo'lib nima qilish kerak endi? Qanday qilish kerak? Endi hozir mer kelar ekanda, mahallaga kirar ekanda, o'zini miniyasini aytib ketaverar ekan. Hozir shuni eshitdik, buzilar ekan. Bizga 2010-yil Qirg'iziston uylarimizni solmagan. Butun boshqa dunyolardan, UNESCOdan, ONUdan, Turkiyadan kelib solib, shularga nimaga mana qizil liniya bor, solma demagan. Nimaga demagan? Qizil liniya yo'q bo'lgan. 2016-yildan keyin paydo bo'ldi shu qizil liniya. Assalomu alaykum. Muhtaram jamoat. Biz ham bir ikki oz aytadigan gaplarimiz bor edi. Samila Mirzaboyev Muhammad Rasul, Navoiy ko'chasi 246-uyda yashayman. Nima edi? Biz o'sha hozir qizil krasniylarga chiqqan deyapmiz. Shu otamiz, hozir akalarimiz hayot, 75 ga 78 ga kirgan aka ejalarimiz bor. O'shalar guvoh. Mana biz o'sha 56-yilda o'sha yerga ko'chib kelganmiz. O'sha ko'chib kelgan bo'yimcha o'sha yerda hali bir g'arich ham nimaga chiqmaganmiz yo'lga. O'sha territoriyada yashayapmiz. O'sha otamiz uni yerda ham hukumatdan bizga anadan qilib o'lchab bermagan, naq aqchasiga sotib olgan ekan otamiz. Shu demoqchimiz, hozir endi yerimizni olyapti. Mana hozir bizning uyimiz bunaqa to'rasiga 40 metr. Hozir 3,5 metr oladigan bo'lsa, 140 kvadrat metr uyimizni davlatga olyapti. Mana o'z mer aytyapti, biz 1 kvadrat yerimizni ham bermaymiz deb aytadi. Bizgina 140 kvadrat yerda biz hozir bunday aytganda bunday darim olyapti-da. Hech taga yo'q. 1 so'm kompensatsiya yo'q. Yerda mana bizni mana mesniy vilas ayol hukumatdagilar mana o'zimiz territoriyada Qiziqishloqdan beraylik. Mana kommunistlar yer bor, komitetning yeri, o'sha yerdan transformatsiya qilib, o'sha Navoiy ko'chasiga beraylik, 2 gektar, 3 gektar ketar ekan deb sunish berilsa, quloq solmasdan hozir o'nadir, qayerdan bir achchi-patchi degan yeri bormi, o'sha yerlardan beramiz deb shunday deb aytishdi ekan. O'shunga biz xohlardikki, shu bizga yer beradigan bo'lsa, shu o'zimiz territoriya, Qizilqishloq territoriyasidan bersa, kompensatsiya qilib. Mana Sovet davrida mana bozor boshlari buzilgan ekan. Kecha birov bilan suylashdim. Aytib o'tadi, oldin yerni berib, kompensatsiya aqchani berib, stroy materialni berib, tutgandan keyin yerni bo'shatib chiqib ketishgan ekan. Bu yerda hozir naqli bo'layotadi. Hech qanday shikoyat yo'q, dokument bormi, yo'qmi? Shundaylar kelib ular bostirib buzib ketdi hamma yo'qdi mana. Buni ham ko'rib o'tasizlar, ba'zi hammada 2010-11-yil hammada dokumenti bor, как положено. Endi shuni
so'ranamiz. Shuni haqqoniy, adolatli hal qilishini meriyadan, shu hukumat boshliqlaridan so'ranib qolamiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Nurmat Umarjon, Qirg'iziston jaroniman. Endi men o'zbekcha gapiraman, потому что qirg'izcha o'qimaganmiz. To'g'ri tushunasizlar. Mana endi men 62 dan 63 ga o'tdim akalar. Hozirgacha Xudoga shukr ishlaymiz. Mana shu ichimizda hamma ishlayotgan, mana shu yerda go'sakiti bor, jekemenchik, kebrlarini magazini bor, kebrlarini ustaxonalari bor. Tirilligi o'sha yerda. Yashayotgan uyning ichida ham tikuv fabrikalari bor, misol. Bari tiriklikda endi. Bir hukumatdan bizdagi so'rayotgan yerimiz yo'q. Bu birinchi masala. Naborot biz hukumatga patent, barcha jo'g'ini, svet, musor, nalog, salog qanday hukumatga to'lov bo'lsa, hozirgacha to'lab o'tamiz. To'g'rimi? Hammamiz uyimizda bola chaqamiz bor. Eng kamida 4 dan 5 dan nevara bor. To'g'rimi? Yo'qmi? Ha. Hozir naborot bizda endi Qirg'iziston naryoqdan emigrantlarni chaqirib olib, bu yoqqa kel Qirg'izistonga jumush bor, jumush beramiz deb atadi. Faktiski bizni jumushdan o'sha jo'g'otdi. To'g'rimi? Mana o'sha 2 juma bo'ldimi, 3 juma bo'ldimi, hech kim ishlamaydi. Bari qayerdan aqcha topadi, ertaga qarzga botadi. Kredit oladi, kreditda yana qarzga botadi. Ana ham ne bo'ladi? O'g'ri bo'ladi, odam o'ldiruv bo'ladi, qirsiq ko'payadi. Bunisi ko'rib to'g'rimi? O'shuning uchun endi buni hammasini mana menda ham lishni qizil kitob bor, go'sakit bor, ininim bor. Ham barliq dokument ham nesi bo'lsa, kim bo'lib men u yerda, misol uchun aksionda o'sha 2001-yil aksiya bo'lgan paytda sotib olganmiz u yerda. Hozir o'shini ham kelib o'sha talqaladi. Endi bolalarda yumush yo'q, menda yumush yo'q. Bola chaqani boqish kerak, ovqat qilish kerak. Mayli endi buni so'rayapti. Qizil kitob, oq ko'k kitob deyapti, yo'l kerak deyapti. Misol uchun men o'sha rayonda bir qarindoshim o'sha rayonni ko'chirganda kelib birinchi yo'li ko'chirmasdan turib Zaynabidinovdan o'sha kvartirada qancha odam bo'lsa uy bo'ladi. Domga chiqasinmi, chekka chiqasinmi? Domga chiqsang, mana senga dom 2 komnatli, 3 komnatli, sen tolada qolma. Senga yer kerak bo'lsa, mana senga yer. Xola yerga chiqib, narsalarini olib chiqib, yerini sol. Xola tayyor mana domga yasha deb hozir Zaynabi debdi. Aniq bor hozir ham 3 komnatli anaqa bolalari yashaydi. O'zi oqsoqol adirga chiqib ketgan. Bu birinchi masala. Endi barimiz endi kompensatsiya deyapmiz. Hozir mehnatdan chiqib, endi aqcha bersa, kichkinalar aqcha beradi. Dag'i mehnatga kirib ketamiz. Undan ko'ra qurilayotgan uylardan bizga dom bersin misol uchun. Etashga bersin. Kimga qancha odam bo'lsa, misol uchun meni mana 3 bolam bor, 2 kelinim bor. 8 nevaram bor. Qayga men yana qora turpoqqa chiqib, adirga chiqib, g'ish qo'yib, yana kapat yeb, qara mehnatga kirib qachon tika bo'ladi? To'g'ri? Tayyor uylar qurilyapti, bersin elga. Anan ikkinchidan hozir mana barig'i yumush yo'q bu, jatavi. Bunga misol uchun anaqa gumpomish berish kerakmi? Har bir oddiy bir tovuqqa don kerak, suv kerak, yem kerak. To'g'ri? Odamki bular et yeydi, go'sht yeydi, boshqa qiladi, kiyimi jirtiladi. Bu qani bu gumanitarniy bu. Hech kim ishlamayapti. Kimlar ishlayapsizlar? Bittamchilar ishlayapsizlarmi? Hukumat ishida. Bormi ishlayotgan? Yo'q. Naborot biz patent beryapmiz. Nalog'ini to'layapmiz. Hamma yo'g'ini bersak, qanday bo'ladi bu? Bu noto'g'ri dedi. Mayli endi men noto'g'ri gapiryapmanmi, to'g'ri gapiryapmanmi bilmayman. Biroq endi mana shularni eskartish kerak-da. Kelishim negizida mayli kesin, palonchi seni bola chaqang ko'p ekan. Mana bu yoqda uy qurilar. Ol uy. Bo'lmasa uy olamasang, mana senga chek. Bu yoqqa chiqib tirikligini qil. Hozir endi sen ishlamayapsanmi? Mana senga gumpomish. Olmoni yeb tur, o'lib qolma. Shunday bo'ladimi? Ya bari shu talaga haydab solish kerakmi bari? Endi buzishdi, buzish ничего. Ломать это не строит.
Meni gapim shu endi boshqanaqa yo'q endi. Bersa gun pomish bersa mana hozir bir oyda buyog'i biz hech yoqqa bormaymiz, ish yo'q, yotibmiz-da. Kichkina aqchamiz bor, ertaga tugaydi u. Tugasa ham nima qilamiz uni? Qayerga boramiz? Kredit olamiz, kreditdan to'qqiz turadi. Bo'lmasa qurilayotgan uylardan uy bersin. Tammelar kompensatsiya, chek pay qilib, yana qora mehnatga qalb to'lig'ich qo'yasizlarmi? Bu provokatsiya emas bu. To'g'ri tushunish kerak edi odamlar. To'g'rimi? To'g'ri. Bizga chekam kerak emas, pulam kerak. Nima yashagan uy kerak. Yashagan uy kerak, tom kerak, ertaga qish keladi. To'g'rimi? Desam olsam kompensatsiyalarni olasizlar, yana g'isht olib qo'yasizlar yelkalarga. Bo'pti-da. Bismillahirrohmanirrohim. Men de shu O'sh shahrini, Navoiy ko'chasini turg'uni bo'laman. Shu yerda tug'ilib o'sganman, lekin 40 yildan beri Rossiyada yashayman. 40 yildan beri kelib ketib ishlab, oila bola chaqaloq boqaman. Shu yerda bola chaqalarim yashaydi. Men boshqa sharoitda yashaganim uchun hozirgi bu voqeani ko'rish men uchun juda ayanchli. Nimaga desangiz, Sarmeniklar aytganda dunyo hozir demokratiya bilan boshqariladi. Demokratiya degani власть народа deydi. Xalq bilan birga davlatni boshqarish. Xalq jonini beraman deyapti. Nima desang qilaman deyapti. Shu xalq sayladi. Prezidentlar, ministrlar, bu hokimlar xalqqa xizmat qiladigan odamlar. Nimaga xalqqa xizmat qilmaydi? Mana shu O'shni strategiyasi deyapti. O'shni boshqaraylik, rivojlantiraylik deyapti. Xalq bilan maslahat qilinmaydi. Oldin bu O'shni rivojlanishini bir katta proyekt qilib, butun xalqqa olib chiqib, shunga rozimisizlar deyiladimi yo bo'lmasa bu O'sh shahri yo mamlakat 3-4 ta odam qo'lda o'yinchoqmi, xohlaganini qiladimi? Bugun bitta mer kelib, men ma'ni qilaman, u ketgandan keyin u boshqasini qiladi. Ko'rdik-ku. Merlar keladi, ketadi, prezidentlar keladi, ketadi, xalq qoladi-ku. Shuning uchun hurmatli boshqaruvchilar, yaxshi bilasizlar. Sizlar xalq tomonidan saylangansizlar, xalqqa xizmat qilishlar kerak. Xalqqa kelib maslahat qilishlar kerak. Tem более bizni sharoitda juda qoltis holat. Bu xalq 10 yil, 15 yil oldin qanaqa kunlarni ko'rdi? Hali ham qalbi qon. Qanaqa kunlarni ko'rdi? Plonkani orqaga qaytaringlar. Hozirgi qurilgan uylarda o'rnini qaranglar. Mana shu odamlar qanaqa yig'laganini qaranglar. Shularni ko'rib turib, yana uy buzib, yana yangi yo'l qilaman deyishlik o'zi to'g'rimi? Kerakmi shu narsa? Kerak ekan, unda yo'lni boshqacha olinglar-da. Bu O'sh mana qilib rivojlantiramiz. Rozimisizlar? Ko'chalar mana bo'ladi, rozimisizlar? Har bir uyga to'xtam chiqarilishi kerak. Har bir uyga kelib, sen chiqibsan, sen kiribsan, senga kompensatsiya yo'q, senga mana bor. Gap kompensatsiyada emas, to'g'ri aytibdi. Hozir akamiz to'g'ri aytdi. Bu elni qiyinchiligini bilib turib ko'chaga haydaymizmi? Qa boradi? Tuproq kechgan uy quradimi? Juda to'g'ri aytdi hozirgi akamiz. Agarda byudjetda pullar bormi, yo'qmi, pomosh olasizlarmi, maqsad qilib hal qiladi. Uylar qurib chiqaringlar. Chiqaringlar odamlar tayyor uylarga. Bu renovatsiya degan narsa Rossiyada ham bor. Asha musulmon bo'lmagan xalqlar ham demokratiya bilan odamlarni ehtiyot qilyapti. Mana uyni buzyapsa, oldiga bu uyni qurib turib, ko'p qilib 50 kvadrat bo'lsa 80-90 kvadrat ko'chirib o'tyapti. O'tgandan keyin hamma rozi bo'lyapti. Bu ko'karishlik rozilik bilan bo'lmaydimi? Alloh odamlarga javob bermaydimi? Kim bo'lsa, prezident bo'lsa, mer bo'lsa, kim bo'lsin, Allohdan qo'rqishlik yo'qmi? Bu odamlarda Allohsi bor, Xudosi bor-ku. Ha? Bu odamlar duosi shunday duo qiladi, dunyoda menman degan podsholar kelib, hech kimsalar yordam bera olmaydi. Shuni bilmaysizlarmi? Bir chet ellik odam aytgan ekan. Musulmon bo'lmagan odam aytgan ekan. Bir odamni operatsiya qilyotib, to'g'ri bo'ladimi desa, Allohdan degan ekan. Sizlar ham Allohdan deysizlarmi, yo'qmi? Ayanchli. Hamma yo'q bilib turib, bu xalq g'amini yeydigan odamni kunduz chiroq topa olmaymiz ekanda. 21-22-asr. Kelinglar, ko'rsatinglar. Har bir uy ko'rsatinglar. Menimcha Rossiyada qonun bor. Bizda ham shuna bo'lsa kerak. Siz uyingiz chiqib ketibdi. Siz uyingiz kirib ketdi. Har bir uyga to'xtam chiqarish kerak-ku. To'xtam har bir uyga kelish kerak-ku. Buzishdan oldin kelib hamma bilan maslahat qilish kerak-ku. Buzib olib endi o'zlari bir ko'chaga javob topa olmasa, hammani boshini to'g'rimi bu narsa? Menimcha o'rtoq prezident bizda qanaqa bilmayman. Merni
prezident saylasa kerak, to'g'rimi? Shunaqami bizda? O'rtoq prezident siz to'g'ri sayladingizmi shu yerda? Ko'rmaysizmi shuncha odamni qaqshatish kerakmidi? Ro'zidan oldin qaqshatish kerakmi shuncha odamni? Menimcha Japarov chiqib o'zi aytish kerak. Yo bo'lmasa yangi merimiz chiqib eldan kechirim so'rash kerak bu uchun. Keyin ishni davom ettirish kerak. Davom ettirish kerak. Nima bu el shuncha yil qon qaqshab qoqish kerakmi? Bu shahrimiz bitta odamni mulkimi? Men mana qilaman, ana qilaman. Men hayron qoldim. Chiqib aytayapti, "Menga mana bo'ladi, menga mana bo'ladi." Ertamoq xateniya что ли? Men xohlasam mana qilaman. Bu o'sha o'yinchoqmi? Siz xizmat qilayotgan shaharga kelib, proyekt ko'rsatib, rozimisizlar deyish kerak. Xalq chiqib rozimiz desa, keyin qo'l qo'yish kerak-ku. Shunaqami o'zi hayot? Xalq rozi bo'lsa shu qurilish kerakmi? Xalq norozi bo'lsa ham qurilish kerakmi? Yo bizni uylarda o'rniga pansionat qilib chet ellarda olib kelib, turistlar kelib biz ko'chada qolishimiz kerakmi? Men bu narsani bo'lishini bir vaqtlar bilardim. 96-yili vallohu alam oblast salkomga chiqqanimda katta maket bor edi, shu maketda ko'rganman. O'sh tog'ini atrofida uylar yo'q. Ikkita 9 etajli gostinitsa qurilgan. Shuni qilamiz deb 96-yil mana 30 yil bo'lyapti. Proyekti bor edi. Xalqqa aytmagan edi. Mana 30 yildan keyin shu qaytib chiqib kelyapti. Hozir bu ishlar yana chegada qoladi. Agar tog'da atrofida uylarda yo'q qilaman desa-chi, tog'da atrofini pansionat qilaman desa-chi, xalqdan so'rayaptimi yo'qmi? Bu tog'da biz ota-onalar yotadi. Qancha odamlar u yerga dafn qilingan. Bular ustida endi nima qilmoqchi bular? Buni ular apredit qiladimi yoki shu yerda yashagan odamlar apredit qiladimi? Bo'pti, qilsin shu narsani, rozi bo'laylik. Oddiy narsa, shuni proyektini chiqaringlar, hammaga aytinglar, ko'raylik shuni. Yana bir marta aytaman. Dunyo demokratiya bilan boshqariladi. Demokratiya dinda ham bor, islomda ham bor. Hazrat Umar nima degan? Agar men xato qilsam, qamchi bilan to'g'rilasizlar, qilich bilan to'g'rilasizlar degan. Sizlar ham kelib xalqdan so'ranglar, nima qilaylik, mo to'g'rimi, noto'g'rimi deb. Sizlar xalq sayladi-yu, yo osmondan tushib qoldinglarmi? Sizlar ham oxirgisi kelasizlar, ketasizlar. Vaqt o'tadi, qon ketadi, taxt ketadi degan gaplar bor xalqda. Shuni esingizdan qo'sin. Nima deydi? Keyinchalik sizlarni kim deb eslaydi? Xalqni qaqshatgan deb eslaydi, uyini buzgan deb eslaydi-mi? Yo xalqqa yo'l ochib bergan, maslahat qilgan deydimi? Shuni o'ylab, uzoq qarab ish qilinglar, o'rtoq prezident, o'rtoq katta rukovoditellar, o'shchi hokimi. Shunda yaxshi bo'ladi.